ko'rishinglar mumkin. Idealniy holatda yig'ib oldik. Endi bunga pol lagasini qoqib olsak, xudo xolasa bitta. O'zgacha chiroyli holatda chiqyapti. Orqa ko'rinishlari ham. Umuman butog'i yo'q edi. Oyog'imiz 13-13ligidan. Yoqqan bo'lsa bitta like turib ketasizlar. Polini qoqib layklasak bitta o'sha. Bugullar bilan chiroyli holatda qotirilyapti. Oyoqlariga ham, lagalariga ham buguldan qotirilyapti xolos. Ko'z holatda bu so'rimiz ham. Buni razmeri 2,5 ga 3 razmerda. Buni narxini 8 million so'm deb baholayapmiz. Ozgina kelishtirib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.